Toshkent shahar Hasanboy Islomobodda juda ham ko'pchilik biladi. Bizda sotilayotgan 6 sotil 2 etaj полноценный podvolli uchastkamizda sotilayapti. Juda ham zo'r narxda. Bunaqa uchastkalarimizda yilda bir marta bunaqa narxda chiqadi. Srochniy mana shu 1 haftaning ichida hal qilish kerak. Uchastkamizning narxi 390 ming AQSh dollarida. Balkim yana o'tib berilar. Hop qarang, 250 ming dollar to'lab turib, qolganini bo'lib to'lab yuborsangiz ham bo'ladi. Bu yog'imizda qarang, mana shu binomiz fasadimizda 20 ga 30 metr. 2 etaj полноценный podvollari bilan keling hovliga kiraylik, u yog'ini ham aytib tushuntiraman. Mana asosiy darvozadan kirdik. Oldi tarafimizda hovlimiz bor, orqa tarafimizda yashil hudud hovlimiz ham bor. 2 etaj полноценный podvol. Shu binomizda bizda общий 7 ta xonamiz, 5 ta sanuzelimiz. Podvolimizda esa чисто dam olish uchun qilib qo'yilgan. Tak, 3 ta sauna, bitta basseyn, ko'rayotganingizdek mana bu yerda beroza daraxtlarimiz ham mavjud, ekilgan. Tarixli taka o'ris daraxtlardan biri hisoblanadi. Orqa tarafdan ham podvollarga kirib tushsangiz bo'ladi. Remontimizda uy ichida sal charchab qo'ygan bir 50 ming 60 ming dollar remontga tikib qo'ysangiz, mazza qilib yashaydik joy. Chunki nimaga? Bu yerda Islomobodda yer o'zi 50 mingdan hisoblanyapti, 6 soti 300 ming, 100 ming dollarga, даже 90 ming dollarga mana shu bino sizga просто pandarka bo'lib tushyapti-da. Bunaqa lokatsiyada tayyor bitib zo'r remontli uchastkalarimizni 600-650 ming, 700 minggacha hisoblanyapti. Telefon raqamlarini opsiyada qoldirmay tezda aloqaga chiqing. Videomizni yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yish esdan chiqolmasin. Bunaqa uchastkalar qidirayotgan tanish-bishlaringizga samolyotda jo'natib qo'yamiz.